boshimda o'zi. Ey inson, ko'zlaringni och, qalbingni uyg'ot. Shu so'zlarimni mag'zini chaq. Chiroqni shamolga tutmasang ham o'zi o'chadi. Qadringni arzimas narsalarga berma. Insof daryo kabi eding, nima uchun loyga qo'shilding? Behayolik zulmatning jilosi. U seni baland ko'rsatadi, ammo tubsiz jarlikka uloqtiradi. Sharafingni sotma, chunki sharafing chirqiga tegib kelmaydi. G'ururingni yerga tashlama, chunki u Alloh bergan marvarid. Ey ayol, ey erkak, sen yaralganingda ruhing farishtadek edi. O'zingni qushdek yengil qil, ammo pastlikka emas, osmonga uch. Haqiqiy erkinlik nafs qulligidan xalos bo'lishdir. Qalbingni qullikdan ozod qil, ruhingni ozod qil.